Biz uzoq kutgan kunlarga ham yetib keldik. Erka bilan To'xtar va Gold Toshkentda to'qnashdi. Va alaykum assalom. Shotgimi brat? Gold Erka bilanga ochiqchasiga jang qachon ekanligini aytdi. Erka bilan To'xtar esa jangni mart oyiga belgiladi. Boy qachon boy? Qachoncha o'zim? Boy, sen uchun men Tailanddan keldim. Da? Ha. Men O'zbekistonga keldim sen uchun. Давай. Qachoncha o'zim? Любой время. Martpa? Mart. Mart chiqasizmi? Ha, mart. Ke, haka. Давай. Albatta biz Goldga omad tilaymiz va jangni katta intizorlik bilan kutib olamiz. Bundan tashqari Erka bilan To'xtar va Timur Nikulin o'rtasidagi face to face jarayoni ham bo'lib o'tdi. Yerki bulan Qozog'iston. Ishonasizmi, ushbu jarayonda Erka bilan To'xtarni qo'llab-quvvatlaydiganlar juda ham ko'p ekan. Aplodismenты Timur Nikulin, поддерживаем. Yerki bulan поддерживаем. Albatta bu holatni Kurantil ajoyib ta'rifladi. Butun yil davomida hamma vizov tashab, yil oxiriga kelib, jang qilyapti o'zbek bilan. O'zbekga поддержка desa, hamma jim turibdi. Erka bilanga поддержка desa, hamma baqirib yotibdi. Xullas, mayli, ikkalasiga ham omad. Erka bilan молодец, приехал, красавчик. Qolganini ertaga ko'ramiz. Nikulin, я за тебя. Надеюсь, ты выиграешь, потому что потом мы должны будем встретиться с тобой. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Siz kimni qo'llab-quvvatlaysiz? Gold yoki Erka bilan? Assalomu alaykum. O'zbekiston jaqtimi? Boy, yo'l tukamni o'zi sen bilan gaplashadi. Erki bilan aqli ham kuchi ham yetadi. Uka sen qozog'i bilan gaplash, men tojik bilan gaplashaman. O'zbekistonliklar shapaloq bermaydi. O'zbekistonliklar mehmon qiladi, go'sht beradi. Erki bulan. Sen qancha tushibdingmi? O'zbekiston jaqtimi? Va alaykum assalom. Shotgimi brat? Boy qachon boy? Qachoncha o'zim? Boy, sen uchun men Tailanddan keldim. Da? Ha. Men O'zbekistonga keldim sen uchun. Давай. Qachoncha o'zim? Любой время. Martpa? Mart. Mart chiqasizmi? Ha, mart. Ke, haka. Давай.